Xo'sh, ukajon. Nima ish qilasiz? Biznes. Samarqandni qayerga yashaysiz? Shahar o'ziga. Bizni sinimiz sal erkatoyroqda. Hammasini ko'taraman. Mabodo to'ylarda o'yinchilik qilmaysizmi? Hay yo'q, O'tgan shanba Grand Sultan restoraniga bormaganmisiz? Ha. O'rtog'imni to'yi edi. Sinimizni sizga berishimiz mumkin. Qanaqasiga? Faqat bitta shart bilan. Shap. Mana shu Shampur restoranda hammani ko'z o'ngida o'ynaysan. Pul ham qistiramiz. Samarqand qanaqa shaharligini bilasanmi? Samarqandliklar qanaqa odam ekanliklarini-chi? Bilasanmi? Samarqand tuprog'ida qanday zotlar yotibdi? Imom Buxoriy, Husam ibn Abbos, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek. Bu zotlarni taniysanmi? bu zotlarga hurmat yuzasidan Samarqandda hatto baland ovozda gapirmaymiz. Bugungi samarqandliklar ilm-fanda, tadbirkorlikda butun dunyoda o'z so'zini aytayotgan bir paytda Sen va senga o'xshaganlar jirtillab o'yinchilik qilishing g'alati emasmi? senga o'xshaganlarga nafaqat singlimizni bermaymiz, balki bir dasturxonga o'tirgani or qilamiz. Qani, ko'taril. Secho.